No'riyat mashinasini olib qoldik. Bu mashina elektr oborotini qilib beramiz. Ham simlarni ochib, hammasini zavod holatida qilib beramiz. Holatini ko'rishingiz mumkin. Bitayotgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Motorni atsak ko'rib olinglar, mana shu holatini, bitgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Salonlarning ichlarida simlar yaxshi emas, orqa faralar yonmayapti. Mana salonni ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda qabul qilib olganmiz mashinani. Mana shunaqa holatda chiqyapti simlarning ichi mana. Bu sim o'zi tepada bo'lishi kerak. Mana tepadan o'tishi kerak, lekin bularniki afsuski pastdan o'tkazib qo'yishgan mana. Holat. Simlarni ichib oldik, faraning simlarini. Dahnetini bo'lib ketishdi ekanlar. Hammasini ochib ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa qurani boshlaganmiz. Mana simlarni ochuv joylari bor. Mana holatini ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda olib qolganmiz. Mana o'zidan chiqqan simlar, musorlari. Mana ma'minimiz salonni ichi, mana salonni ichi ma'minimiz salonniki. Mana ma'minimiz chap taraf faralaniki. Mana akkumulyatorning o'ng tarafi. Hozir shu bagajlarni ham ochib, ularni to'g'rilaymiz. Pechkalarni shtekini alishtirib, polni usulinni qilib bera olmayman pechkangizni ham. Pechkangizni ham bardishlikni ham qilib beraman. Sabab ertaga monitor qo'yadigan bo'lsangiz qiynalmaysiz. Mana salonlarni sochi mana pechkalargacha yechib, 0 qilib mashinani mana boshqatdan yig'iladi simlari mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Salonni simi mana, salonni simlari mana, salonniki mana ujuqda xolisi salonni pechkalarni qotirib yig'amiz. Eski holati bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Mana motorni yatsaklarni ko'rishingiz mumkin. Oke mana. Hammasini ideal qilib mana mehr bilan yig'ilyapti mana, hammasi akkurat mehr bilan. Mana boyagi kelgan holati bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin mana. Mana ishlab o'tdi mana, hammasini akkurat erinmasdan bitta hammasini izolyatsiya o'rab ideal holatda yig'ilyapti mana, hammasi mana. Oldingi holati bilan hozirgi holat. Hamki plismin tashlab ketamiz, keyinchalik hamki monitor qo'yaman deb aytdilar o'shanga. Xo'p, pechkalari bu yerga monitor qo'yganda zavodskiy pechka bu yerda bo'ladi. Biz pastga tushirib beramiz. Hammasini akkurat qilib mana. Pechkani mikrofonlarning simlari hammasi mana faralaniki. Unchunchaga shaqa-shuqa qilib yurmaydi. Xudo xolasa ishlab o'tdi, yig'amiz. Hozir bu yoni boshqatdan izolyatsiya qilib ko'riladi. Bu taraflari hammasi mana ideal holat. Mana shu holatga yechamiz simlaringiz mana bor. Simlar juda yaxshi emas. Simlarni hammasini to'g'rilab, simlar zavod qilib yig'ilyapti mana. Hammasi ideal chiqyapti mana simlaringiz. Bu taraf simlarni mana tashlaymiz mana. Mana orqa faralari umuman pastda sim bo'lmaydi. Hammasi mana bunun ichida bo'ladi. Tegidan o'tadi mana bunda. Mana tegidan o'tdi, mana tushib ketadi mana. Sxema bo'lmaydi bu. Sxema unutasizlar, bu sxema bo'lmaydi endi. Patronda bo'ladi, bu payt lampochkasiga o'zingiz alishtirib olasizlar. Pirdaxnitni blok joylarini ham tozalab akkurat qilib mana yig'dik. Hozir pirdaxnitni blok olib yotdilar. Yengisi qimmat ekan aka, 800 ming so'm deyapti. Rabochiysini ko'ramiz. Bo'lsa rabochiysini qo'yamiz tuzsa sizga, bo'lmasa yangi taqamiz. Chunki sizniki orqalari erib ketgan pirdaxnitni blok. Orqalarini yig'ib to'g'rilab qo'ydik. Faralaringizni hammasi yonyapti xolos. Bitta zadni yonyapti. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Mashinani mo'yka qilib beramiz. Tekinga yuvib beramiz. To'g'ri eshityapsizlar. Buni faqat sharti bizda ponni full variant remont qildirsanglar, motorlarning ustini tekinga yuvib beramiz. Bu videoni shunaqa retro svarokalarga jo'natib qo'yinglar. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashina signalizatsiya uстановка qilib berdik. Elektr oborotlarni qilib berdik. Suv sepagan bacho'lagacha qo'yib berdik. Ponni mashinamizni full variantda ishlatib berdik. Kelgan holat bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Mana simlarni akkuratni qilib mana tablolarni to'g'rilab berdik. Hamma svetlar yonadigan qilib berdik. Mana tablolarni yoqsa, hamma svetlar ishlayapti. Patfaniylargacha yonib o'chyapti. Avariykalargacha yonib o'chyapti. Mana danni bilishni faralargacha yonib o'chyapti. Pechkalar hammasi polni mashinamizda full variant ishlayapti. Hamki perikuturlargacha qo'yib berdik. Bu mashinamizdan stikli podъемникларgacha mana tushyapti, mana ko'tarilyapti. O'ng tarafimizda mana tushyapti, ko'tarilyapti. Signallar ishlayapti. Dvornidan ishlaydigan qilib berdik. Hamda suv sepadiganlargacha to'g'rilab berdik. Hurmat ko'rsatib o'tamiz. Orqalarda zatni faralargacha, numerasi sheni, patfaniylargacha yonyapti. Har doim mana numerasi shenalar ishlayapti. Buni bir marta ko'rsatib o'tamiz. Mana tushyapti, mana ko'tarilyapti. Mana ichidagi simlarni ko'rishingiz mumkin. Kelganda juda ham holati yaxshi emas edi. Hamma shuni otsanglar mana sanoasi shenalar yonadigan bo'ldi mashinamizda. Ponni full variantda ishlayapti mashinamiz. Yana bir marta motorni yatsaklarni ko'rsatib o'tamiz. Suv sepagan bacho'larigacha mana hamma simlarni ketganini alishtirib, o'zini zavod holatida qilib qo'ydik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytasizlar, akkuratni, sifatli qilib elektr montajini ponni full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa retro svarokalarga jo'natib qo'yinglar, pastda nomer qoldiramiz. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.